Mukashshafatul qulub, omonat tavba. Payg'ambarimiz alayhissalom uni ichkariga oling deb buyuradilar. Yigit ichkari olindi. Yig'lab turgan yigitdan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam so'radilar: "Nega yig'layapsan, ey yigit?" dedi. Yigit: "Gunohlarim ko'pligi meni yig'latdi. Allohdan qo'rqyapman, ey Rasululloh" dedi. So'ngra oralarida bunday savol-javob bo'lib o'tdi. Payg'ambarimiz alayhissalom: "Allohga sherik qo'shdingmi?" dedilar. Yigit: "Yo'q" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Birovni nohaq aybladingmi?" dedilar. Yigit: "Yo'q" dedi. Payg'ambarimiz alayhissalom: "Gunohlaring 7 qavat osmon, yer va tog'lar qadar bo'lsa ham Alloh afv etishi mumkin" dedilar. Yigit: "Ey Rasululloh, mening gunohim bunda ham kattaroq" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Sening gunohing kattaroqmi, qo'rsmi?" dedilar. Yigit: "Mening gunohim kattaroq" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Sening gunohing kattaroqmi, Allohning afvimi?" dedilar. Yigit: "Allohning afvi kattaroqdir" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Ey katta gunohni eng ulug' Allohdan boshqa hech kim afv etolmaydi. Menga gunohing nimaligini ayt" dedilar. Yigit: "Sizdan uyalaman, ey Rasululloh" dedi. Payg'ambar alayhissalom aytishni buyurdilar. Yigit: "Ey Allohning rasuli, men 7 yildan beri kafan o'g'irlab tirikchilik qilaman. Oxirgi marta bir cho'ri qiz vafot etdi. Bordim, qabrini ochib kafanini oldim. So'ngra shaytonning so'ziga kirdim, uning namusiga tajovuz qildim. Oz o'tmasdan Allohning qudrati bilan cho'ri tilga kirib menga: 'Suf, senga mazlumning haqqini zolimdan oluvchi Allohdan uyalmaysanmi? Meni qabr ahli orasida ko'p yalang'och qoldirding. Ustiga ustak Allohning huzurida junub nahs bosgan holda keltirding' dedi. Yigit bularni aytganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam undan yuz o'girdilar va yigit chiqib ketdi. Payg'ambarimiz alayhissalom 40 kun Allohga yolvordilar. Oxiri boshlarini ko'kka ko'tarib: "Ey Muhammadning va Ibn Rahmning ilohi, agar meni yorlaqagan bo'lsang, Rasulning Muhammadga va ashobiga ma'lum qil. Agar yorlamagan bo'lsang, ko'kdan bir olov tushir va meni oxirat azobidan qutqar" deya duo-iltijo qildilar. Shunda Alloh rasuliga Jabroilni yubordi. Jabroil kelib: "Ey Muhammad, Robbing senga salom yubordi va maxluqotni u yaratganmi, menmi?" deb so'radi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam: "Men ham boshqa maxluqotni ham Alloh yaratgan, meni ham boshqa borliqni ham u rizqlantiradi" dedilar. Jabroil keltirgan xabarida Alloh anavi yigitning afv etilganini ma'lum qildi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam u yigitni chaqirib, Alloh uni afv etganini bildirdilar. Payg'ambarimiz alayhissalom aytdilarki: "Alloh uchun tavba qilayotgan gunohlarning ovozidan yoqimliroq ovoz yo'q. Bandasi 'Yo Robbim' degan zahoti Alloh taolo 'Labbay, ey bandam' deb javob beradi va tilagini so'rab mening yonimda ba'zi farishtalarni
o'rnidasan, men sening o'ngu so'lingda va boshing ustidaman, senga o'zingdan ham yaqinroqman. Ey farishtalarim, guvoh bo'ling, bandamni afv etdim deydi. Ey farishtalarim, bandamni afv etdim deydi. Zunnun Musri rahimahulloh dedilar: Allohning shunday bandalari bordirki, to'satdan qilgan gunohlarini qalb ko'zi bilan ko'radilar, tavba qilib boshqa takrorlamay bu gunohlarni yo'q qiladilar. Hazin tortib qayg'uga botadilar, jinni bo'lmay turib aqldan ozadilar, hech kimni ranjitmaydilar. Allohni va rasulni chinakamiga taniganlar shulardan so'ngra safo sharbatini ichadilar. Uzun balolarga chidashga majbur bo'ladilar. Keyinroq ma'naviyat olamida qalblari hayratlanadi. Ilohiy qudrat pardasining lashkarlari orasida fikrlari chalkashadi. Nadomat ayvonida salqinlanib o'tiradilar. Gunoh sahifalarini o'qiydilar. Taqvo narvoni bilan eng baland ma'naviy martabaga yuksalmoq uchun sabrsizlikni nafslariga meros qilib beradilar. Dunyodan ketish azobini shirinlashtiradilar. Qabr yotog'ini yumshatadilar. Najot rishtasi va omonatlik halqasi bilan zafarga erishadilar. Ruhlari yuksaklarga ko'tariladi. Jannat bog'larida kiradilar. Hayot dengiziga cho'madilar. Sababsizlik qandog'idan, xoyu havas ko'priklaridan o'tadilar. Ilm maydoniga qo'nadilar. Hikmat qo'lida chanqaganlarni qondiradilar. Farosat kemasiga chiqadilar. Xaloskorlik shamoli bilan omonlik dengizini yorib o'tadilar va rohat farog'at bog'lariga, izzat va qaromat manbaiga yetib boradilar. Mukashaffatul qulub, marhamat. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: jannatga faqat marhamatli odam kiradi. Bir sahoba dedi: ey Rasululloh, biz hammamiz marhamatlimiz. Rasuli akram faqatgina o'ziga nisbatan marhamatli bo'lganlar marhamatli emasdir. Marhamatli deb o'ziga ham boshqalarga nisbatan marhamatli bo'lganlar aytadilar dedilar. Kishining o'ziga marhamatli bo'lishiga, gunohlarni tark etishi evaziga tavba qilib yomon amallardan voz kechishi va ibodatlarini ixlos bilan bajarib Allohning azobidan qutulishidir. Kishining boshqalarga marhamatli bo'lishi esa har qanday holatda ham musulmon birodarlarni qiynamasligidir. Rasululloh alayhissalom musulmon deb shunday kimsaga aytdiki, insonlar uning qo'lidan va tilidan jabr ko'rmaydilar, zararga duchor qilinmaydilar dedilar. Marhamatli kishi hayvonlarga ham marhamat ko'rsatadi, hatto yuk tashiydigan hayvonlar ortiqcha yuk yuklamaydi, hatto uning emini suvini o'z vaqtida va yetarlicha beradi. Payg'ambarimizdan alayhissalom naql etilgan bir voqea bu masalaga yanada ko'proq oydinlik kiritadi. Allohning rasuli bir zamon bir odam yo'lda ketayotgan edi. Qattiq chanqadi. O'sha yo'lda uchragan quduqqa tushib chanqog'ini bosdi. Quduqdan chiqqanda o'sha yerda
tashnalikdan tilini osiltirib hansirayotgan itni ko'rdi. U o'ziga, bu it ham menday suvsizlikdan ular holga kepti, deya yana quduqqa tushdi. Og'ziga to'ldirib suv olib chiqdi. So'ng hovuchida itga ichirib, uning chanqog'ini qondirdi. Yo'lovchining bu ishini Allohga xush kelib, ilgari qilgan gunohlari kechirildi, dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bularni aytganlarida sahobalardan biri so'radi: ey Rasululloh, maxluqotlarga qilgan yaxshiliklarimiz uchun ham savob bormi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam: ha, har qanday jonivorga qilingan xizmatning javobi bor, dedilar. Anas ibn Malik roziyallohu anhu hikoya qiladi: Hazrati Umar xalifalikda bir kecha shahar aylanib yurgan edi. Bir joyda qo'noqlagan bir to'da yo'lovchilarni ko'rdi va ular uxlayotgan edilar. Anjomlaridan ovoz chiqib, uyqularini bezovta qilishidan andishalandi. Shu asno Abdurahmon ibn Avf roziyallohu anhu kelib: ey mo'minlar xalifasi, bemahalda bu yerda nima qilib o'tiribsiz? deb so'radi. Xalifa ahvolni tushuntirdi va to'xtaylik, narsalarning ovozi chiqmasin, ular turishgach ketamiz, dedi. So'ngra uxlayotgan karvon yaqinida o'tirib, bomdod namozi vaqti bo'lguncha kutdik. Namoz vaqti kirganda xalifa Abdurahmon ibn Avf bilan sekingina u yerdan uzoqlashdi. Ey birodarim, bizning zimmamizda sahobaning go'zal axloqiga rioya qilish majburiyati bor. Keling, ularga ergashaylik. Agar Alloh subhanahu va taolo kitobida ularni bunday madh etgan. Muhammad Allohning rasulidir. U bilan birga bo'lgan mo'minlar kofirlarga qahrli o'z oralarida, mo'minlarga nisbatan esa rahm shafqatlidirlar. Ularni modom Allohdan fazl va rozilik tilab ruku va sajda qilayotgan hollarida ko'rasiz. Ularni yuzlarida sajda asoratidan qolgan belgilari bordir. Mana shu sifatlar ularning Tavratdagi musulmonlardir. Ularning Injildagi musulmonlari esa xuddi shoxlar chiqarib, quvvatga kirgach yo'g'onlashib, o'z novdasida tik turgan dehqonlarni ajablantiradigan o'simlikka o'xshaydi. Bu ular sababli kofirlar jahlini chiqarish uchundir. Alloh ulardan iymon keltirib solih amallarni qilgan zotlarga mag'firat va ulkan mukofot va'da qilgandir. Fath 29. Haqiqatan ham sahobalar musulmonlarga va barcha maxluqotga nisbatan marhamatli edilar. Musulmon bo'lmagan ahli zimmaga nisbatan ham marhamatli munosabatda bo'ldilar. Hatto bir kun Hazrati Umar keksa g'ayrimuslimning eshikma-eshik tilanchilik qilib yurganini ko'rganda bunday degandilar: senga insofsizlik qildik, yoshligingda sendan jizya musulmon bo'lmaganlardan olinadigan soliq oldik. Endi esa o'z xalqingga tashlab qo'ydik. Shundan so'ng Hazrati Umar muhtojlikda qolgan bu g'ayrimuslimga baytulmol xazinadan nafaqa berilishini buyurdilar.